Assalomu alaykum aziz birodarlar, hurmatli hamyurtlar. Men sizlarga yangini ko'rsataman dedim. Mana mes uzumlarga quygan begona sharbatidan tepada turibman hozir mana xudo xolasa. Mana sizlarga gut kirib solishtiramiz mana. Mesda shunday yedi dom bo'larmi-ki mana mes solishtirmoqlar gutga nisbatan. Gut yarim chekilagan ha. Shunaqa mes ko'rganmisizlar? Mana men sizlarga zo'rini ko'rsataman. Yegimiz foydasi. Ramjon akamdan ko'rsatganman sizlarga. Begona joyda emas, bu Bag'dodda hozir xudo xolasa tepada turibman. Tepada men pochcha qarab turibman. Pochcha qalay foydasi yaxshimi? Yaxshi, zo'r o'zgarish. O'tgan yil bundan ham yirik bo'lgan deyapsiz. O'tgan safar bundan ham yirik bo'lgan. Bil ko'proq qo'yib yubordim. Bil bir marta qo'ydingiz-da o'zi, o'tgan yil ikki marta qo'ydingiz. Bir quruq simesdan berganmiz, quruq simesni olib kelib eritib qo'ygan, transportrovka solsam bo'ladi quruq simesda. Men sizlarga mesni ko'rsatay. Ekranda ham tushunmoqlar o'rnaga yirik bo'lganini mana. Boshini ko'p qo'yib yubordim. Qaychilamagan ekanda, qaychilaganda bundan ham yirik bo'lardi. O'tgan yil qaychiladingizmi? Ha, o'tgan yil qaychilagan ekan, demak yirik bo'lgan ekan. Demak mana mana shu zishli bo'lib qolganda. O'shani qisilib qoldi. Vilni zish bo'lib qolibdi. O'shanda bundan ham o'zi hozir ham yirik. Biz ham oldingi yeganmiz, bunchalik bo'lmasdi. Begona sharbati shunchalik foyda beryapti mana o'g'aylar. Bugun 18-avgust 2026-yil. Men ko'zimni ta'kidlab chiqibdi. Begimizning foydasi. O'tgan yil 2 marta qo'ygan, bu yil 1 marta qo'yibdi. Begimiz sharbat quruq simesdan qurgan bu yil. O'zimman, Alisherman. Abdulla Hoji Begimiz kanali bu. Chinoylar o'g'aylar, yaxshi foyda ko'rasizlar. Yaxshi videolarda mineral o'tdan arzon tushadi ham. Ko'z oldilariga keltirib olgandan mes. Yirikligini qaranglar mana. Ayniqsa o'zi siyroq bo'lganlar undan ham yirikda mana. Va haqli siyroqlar bo'lgan. Mana da avataringiz ham bor ekan, mana endi avatar ham bor ekan. Avatarni naqra ko'rsatamiz, xudo xolasa. O'chirib turamiz. Mana o'g'illar ham sizlarga gut kerak deb ko'rsatamiz avatarga. Buni ham qo'ying mana. Mana qarang. Gutdan o'tib ketgan. Ko'rmay, bu menga ko'rinmayapti mana. Mana gutdan o'tyapti. Uzib qo'ysa ham boshqa yoqda uzib olgan deb o'ylaydi. Bozordan sotib olgan deb o'ylaydi mana. Mana gutdan uzun. Gutdan uzun mana. Mana bu 5 bo'ladimi, 6 bo'ladimi, necha bo'ladi? 8 bo'ladi. Monasini ko'rsating mana monasini. Mana gut patin. Begimiz foydasi. Ha, doridan ko'ra. Shiqillat dori yegandan begimiz quyib tabiiy yeganlarga yaxshi. Mana uni ham qo'ygan. Mana aytsangiz bo'lgan. Mana sizlar ko'rsatay. Mana begona emas. Radnoy pochcha. Mana gutdan uzun. Mana. Birinchi hosil ekan, o'tgan yil birinchi yil bo'lsa. Bultur ulanganda bu yil bultur ulagan ekan. Mana bu yil 2026-yilga yeni yilga beryapti. Hozir kalta kesilgan yo'qda. O'yinlar. Kalta Nima dedingiz? Mineral o'g'itdan arzon tushamikin? arzon tushadi ham nimada? Tabiiy. Tabiiy, ximiya allash boshqa. Ham nimaga kasallikka ham chidamli bo'ladi. Noyabrda bitta quysa, keyin mevag'anaga bitta quysa bo'ldi, 2 martadan chiqib ketadi. Mineral o'g'itdan bir 4 arzon tushadi, xudo xolasa. Ham tabiiy. Oson. Hamma anaqa yirik qilib oladi. Hozir nimani ham bir marta quydim. Messi ham ko'rsatdim, bir marta quydi-da bular. Mana bir marta quygan mana. Mashina bo'lmasdan vaqt bo'lmay qoldi. O'sha parashok chiqarib qo'yganman bu yil. O'sha parashokni bir marta eritib qo'ydi xolos. Kaltaxtni kamroq qilib nima qilamiz, vaqti bundan ham katta ko'taradi. Ha, xudo xolasa. Bu yil endi kaltaxtni ko'paytirib olish uchun kesmadik-da, kaltaxtni borini qo'yib berdik. Bu yil kaltaxtni pishirib olsak, keyin sekin nima qilamiz. Endi pochcha juda mutaxassis emas, bu olti mutaxassislardan emasda bizda. Hozir bu Bag'dodda. Ham menga limon ustini o'rash kerak-da. Ha, limon ustini salqin qilish uchun qilibdi bu. Bo'lmasa limon sarqayib qoladi. O'shaning uchun ham men kaltaxtni borini qo'yib yubordim. Limonni ko'rsatib qo'ying. Mana. Mevalar. Uni tashlab uyga yotdi. Salomat bo'linglar og'aylar, chinoylar, Abdulla Hoji Begimiz kanali. Begimiz sharbati, begimiz quruq simeslari. Uzoq tog'larga
Okutish uchun qiynalyapti. Idish topolmasdan, idish topolmay qolganlarga quruq smes chiqarib qo'yganman bu yil. Xudo xolasa mana ko'pini ko'rsatib qo'yganman. Olib borib sultirib quyulaveradi. Farqi yo'q. Neurologdan 8 barlargacha arzon tushadi. Oilalar yaxshi kunlarda ko'rishaylik, men ishonaveringlar. Salomat bo'linglar. Mana pochcha mani ko'rishingirmi, mingirmi deyapti biz. Manikür finger. Manikür shingir? Finger. Fingermi? Ha. Mani ko'rishingirdan ham ko'paytirib qo'yibdi, bundan ham dona yaxshi. Ham shirin o'zim. Turaveradi bahorgacha ham saqlaydi ham o'zi. Saqlamaga ham juda zo'r. O'zingiz yeb ko'p mazasi qalay o'zingiz? Mazasi zo'r. O'zingiz Haddan saqlash ham shart emas. Uyga olib qo'ysangiz turaveradi. ha, saqlash osonroq buni, ha? Dona qattiqda turaveradi, kasilla. Mana dona qarang. Bu ham yuraga. Mana ham kasilla suv o'zim. O'sha avatarga o'xshab qolar ekan, bu ham, ha? Tona bu birinchi yili. Birinchi ekan bu ham. Mana bu tipisa ichki tarafi, mana bu tashqi Kalta tarafi. amcha jab pishib olgan yo'qda, birinchi yil. Xudo xolasa. Pochcha ham ishamagan edim, megimizni sharbatda mana pochcham o'zi o'tgandan beri quyyapti. O'zi 4 yildan beri chiqaryapmiz, pochcha ham turib mana endi ishlanib, endi quyyapti. Deganlar qo'ygan, deganlar o'zi klientlarimiz ham bor-ku. Faqat foydasi bo'lar ekanda. Foydasi yaxshi ekan pochcha. Ha, foydasi bor. Xudo xolasa. Salomat bo'linglar, oilalar yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Sog'liqlarni qadriga yetinglar.